bola deganni tug'ibli qo'ysa ota-ona hisoblanamdi. Aqli qobiliyati 7 yosh bo'lgan Sam mana tuyuqsiz toda bo'lib qoldi. U tilamchi ayol qiz boladan birini tug'ib, uning qo'liga tashlab berib ketib qoldi. Shu kundan boshlab Sam o'zining yolg'iz bola beqish mas'uliyatini ustiga oldi. Hamda bu qizga Loki deb ism qo'ydi. Lekin bu ish tug'ma aqli kamtik bo'lgan Sam uchun osmonga chiqmoqdan mutas edi. Dukkandagi har xil balla bo'yimdiri uning ko'zini qamashtirib etdi. Kech bo'lganda Lokining yig'isi to'xtamay qo'shinlarni mo'yg'itib etdi. Amalsiz qolgan bichar Sam qo'shinsa Annadan yordam so'rdi. Anna bir mehribon oq ko'ngil ayol bo'lib, uzun yildan beri yolg'iz yashab kelgan edi. U Samning vaqt degan hukmini tushunmay qilishdan ansirab, televizordagi programmaning qo'yilishiga qarab olov sut berishini topalaydi. Samning Annadek yaxshi qo'shinsidan boshqa o'ziga o'xshash tug'ma aqli kamtik bo'lgan bir to'p do'stlari bor, lekin aqli jihatdan kamtiklik ularning oyatga bo'lgan muhabbatini to'sib qola olmaydi. Loki mana mushundoq kollektivning suyishi ostida asta-asta cho'ng bo'ldi. Maktab eshigi to'shqanda bu qiz allaqachon 100 minglagan nima uchun aylangan edi. Lokining har xil xayriy savollarga Sam borgan sir javob bera olmaydigan holatga kirib qoldi. Loki mutatsining boshqalarga o'xshamaydigan yerlarini asta-asta boyqab qolgan edi. Ada, sizni taqdir qasddan mushtaqib qo'ydimi yoki ehtiyotsizlikdanmi? Lokining bu savoli Samni gangirtib qo'ydi. Samning aqli 7 yosh bo'lsa-mu bir dada bo'lishga tegishli mehribonlik va mas'uliyat bor edi. Shu sabab u to'xtamay qizidan kechirim so'raydi. Kichik Loki mu Samning ko'nglini oyab intayin o'ngliq javob berdi. Loki dadasining murakkab hikoyalarini o'qiy olmaganligini bayqab, o'zining iliq kichik chig'ida dadasi o'qib bergan ko'l kitobini yaxshi ko'rdiganligini aytdi. Uning sizga rasmlaridami cho'ng Loki kichik Samning qo'lini tutib turadi. Bu ahvolni Lokining muallimi bayqab qoladi. Aslida Loki qasddan o'zini dot ko'rsatib, o'ginishni to'xtatish orqali dadasidan aqlli qo'yib ketishning oldini olmoqchi edi. Allarni qo'g'dash organi bu alohida oilaga diqqat qilib qoldi. Shunday qilib, mas'ul xodimlar Lokining tug'ilgan kunda tuyuqsizlik paydo bo'ldi. Ko'ziga qizdan boshqasi ko'rilmaydigan Sam bu ayolning tug'ilgan kuniga kelgan mehmon deb bilib kelib, o'ynashga taklif qildi. O'yi o'ynagan chog'da Lokining bir o'g'il savoldishi Samning gapini anglamay uning bilan taqallashib qoldi. Hamda Lokining maktabda savodoshlariga Samning o'z dadasi emas ekanligini so'zlab berganligini oshkorlaydi. Balkim Loki obro'y uchun mushundoq gaplarni qilib qo'ygandi. Lekin ommaviy so'rinda oshkorlayotganligini ko'rgan Loki xijil bo'lib qochib ketdi. Bolalarni qo'g'dash organi xodimi bu ahvolni ko'rib, Samning mijozini kontrol qila olmaydi, aqli kamtik, bolaning holidan xabar ololmaydi, bolalarga xavf yetkazish imkoniyati yuqori degan sabablar bilan sudga arz sundi. Hamda Lokiga boshqa odamlarni tep berishni talab qildi. Bu Samga intayin og'ir keldi. U sudchining nima deyotganligini qat'iy tushunolmaydi. Uning biladiğini faqat burungi kunda endi turgan qizi hamdilikda haftada oran 2 yil qetib ko'ralaydi. Balkim yaqinda uning bilan ayrilib qilishi mumkin edi. Lokini beqish huquqini olish uchun Sam do'stlarining taklifi ostida shu yerdagi eng yaxshi advokat Ritani izlaydi. Rita kasbda usta bo'lgani bilan mijozi ishdagi ochchig'i yomon hamda oz to'la manfaat paraz edi. Bundoq odam aniqli bir aqli kamtik odamning ovozni qabul qilmaydi. Lekin Sam qat'iy bel qo'yvetmadi. U Ritaga qattiq chaplashdi. Amalsiz qolgan Rita kasbdoshlarining oldida obro'yini saqlash uchun amalsiz ma'qul keldi. Sam xo'shalligidan Lokiga bu xush xabarni aytib, hamda to'rtdan birini elib tug'ilgan kuni to'liqlab bermoqchi bo'ldi. Lekin u diqqatsizlikdan mashinaga o'ldiranmay qoldi. 2 soatlik ko'rish vaqti mana 2 minutlik bo'lib qoldi. Sam uzun musofirni besib, oxiri yetib keldi. U yerga qattiq yiqilgan bo'lsa-mu, qo'pishqimi ulgurmay qizining mangziga suyib qanmaydi. Ular ko'rishgan chog'da xizmat xodimlari bir chetda xotira qoldirib mang'atdi. Loki ularga qarab yuqori ovozda so'zlashdi. Qizining pozitsiyasini ko'rgan Samning ishonchisi to'ldi. Lekin sotlashish undoq oson ish emasdi. Chunki uning yinda biror guvochi bo'lgudek normal odammi yo'q edi. Bu ish ularga bek foydasiz edi. Lekin Anna xonimning bo'rxtumlik kasali bor bo'lib, odam jiq yerda uzun tura olmaydi. Shundaqdimi Anna sotga chiqib Sam uchun guvochilik berdi. Lekin qarish taraf advokati bu qizning psixikasining nozukligidan foydalanib, Annani gap qilibsiz qilib etdi. Kayni-kayindan kelgan savollar Samni o'diqtirib etdi. Uning Lokiga bo'lgan muhabbati uni yolg'on gap qilishga yo'l qo'ymaydi. U oxiri o'zining qiziga muhabbatdan boshqa narsa berishga qurbida yetmaydiganligini aytdi. Sam qizidan ayrilib qoldi. Xodimlar Lokiga yangi ayol deb berdi. Sam qizini endi o'ziga muhtoj bo'lmaydi deb xizmatni qilmay o'zini tashlab etdi. Advokat Rita ochchig'ida ishga kirib, uning bu
holatini ko'rib hayajonda vaqirab ketadi. Rita o'zining xizmatda ufq qozongani bilan erining o'zini yaxshi ko'rmaydiganligini, bolasining o'zidan nafratlanadiganligini, o'zining dunyosida muhabbatning mavjud emas ekanligini aytadi. Ritaning yig'isida Sam tuyuqsiz uni tushungandek bo'lib qoldi. To'g'ri, turmush degan aslida javr jaboga to'shqan bo'ladi. Ammo odam tiz bukmay tirishqandala ondan o'ziga kerak baxtni topalaydi emasmi? Mayli meyib yoki sog'lom bo'lay, baxtga erishish huquqimni hech kim tatib ololmaydi. Shu kundan boshlab Sam qayta ishga tushib, Lokining uyining yonida ko'chib keldi. Dadasini qayta ko'rgan Loki o'zini tutib ololmay yig'lab tashladi. Loki dadasini o'zini tashlab etdi deb o'ylab qolgan edi. Oldida turgan dadasini ko'rib, Loki qayta ruhlanib ketdi. Beqib olgan ota-onasi Lokiga shunchalik yaxshi qaragan bo'lsa-mu, lekin u yanada dadasi qiymaydi. Ham doim ular uxlab qolganda dadasining yana kechib berib oladi. Kunlar mushundoq o'taverdi. Loki bilan dadasining muhabbatini ko'rgan ota-onasi dastlabki qarish turishdan asta-asta ta'sirlanish va qabul qilishga o'zgardi. Sam bularning gapini anglab, ularning bir ota-ona ekanligini tushunib yetib, Lokining beqish huquqini birlikda ilishni talab qiladi. Keyin uning oxirida Loki oxiri xotirjam oilada dadasi bilan birga yashay oldi. Uning yonida burunqi oq ko'ngil do'stlaridan boshqa advokat Rita bilan onasi Randyning muhabbati ko'paygan edi. Ularning qilganlari faqatla bir gudak bolaga tegishli bo'lgan muhabbatni berishli xolos. Söyish va so'yilish azaldan aql bilan munosabatsiz. Sam bir dada bo'lish sifati bilan bolaga bo'lgan sabrjonlik, hurmat va tushunish jihatda har qanday bir odamdan ish pishadi. Xuddi u sotdi degan shu gapidek. To'g'ri, ota-onaning ulug'ligi hargizmi bolani tuqqanligida emas, balki uningga yetarli muhabbat va tushunishni, to'g'ri bo'lgan tarbiyani to'g'ri usul bilan berganligida. Oshu bolalarni tug'ib qo'yib, ularni tarbiyalash va beqishni unutib qolganlarning oldida Sam hargizmi meyib hisoblanmaydi.